yosh o'spirin hunojin qidirib yurgan akalarimizga hamma kanallarda hozir novvoslar to'lib ketdi. Lekin mana shunday yosh hunojin izlayotgan akalarimga assalomu alaykum. Oxunjon o'z kanalining hurmatli, qadrli obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar, ukalar. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan bir o'ta optimchi, arzonchi akamizni xonadonlariga yetib kelganmiz. Bu yerda xudo xolasa yosh o'spirin bo'yi 1 metr va narxi ham o'ta hamyonbop. Akamizni o'zi tanisalar kerak. Assalomu alaykum. Oxunjon, biz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Ha, ko'rinmay ham qolasiz. Alanglarga zagadovka qilib berdi-da bir. Zagadovkalar bitta, xudo xolasa. Ha, YouTube'dagilarga bir berib oldi, xudo xolasa. Yana bir kishi qoldi, endi hapa bo'lmasa ham endi chiqarib berdik. Aka, soni nechta? Soni 20 bosh. 20 bosh. Ha, bu birinchi partiyasi. Birinchi partiyasiga. Birinchi partiyasi. Yedi ishda emas, sog'lik salomatliklari yaxshimi? Sinovdan o'tdi. Ha, sinovdan o'tdim vallahi, hammasi. Sinovdan o'tgan bo'lsa yaxshi aka. Endi buni bo'yini aka o'lchab, hammasini o'zingiz ma'lumotlarni bersangiz Xudo yaxshi. xolasa, alik beraman ma'lumotlarni. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Endi mana asidan boshlaymiz. Qani. Bo'yini o'lchangchi. Bu realniy bo'lsa, Realni bo'lsin mana. Panjaralar ortidan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yamiz. 1 metr, 1 To'xtang. chiqadi 1 metr olsin mana. 1 metrga olaverasizlar. 1 metrga. 1 metrga olasiz. Agar narx haqiqatan arzon bo'lsa, bittadan like. Yana ham arzonroq bo'ladigan bo'lsa, obuna olib qo'yasizlar. Bo'lmasa bomba bo'ladi narx. Bomba bo'ladi. Mana orasini o'lchab qo'yamiz. Ha. Necha ekan aytaverasiz buni. 98 ekan. 98. 1 metrga 98 olasiz mana. Bu 1.2, 1.5, bu avvalo metrda emas u. Metrda sifatda. Sifatida bu metrda emas. Obunachilar bu ko'z oldiga keltirish uchun aytilayotganga bu metr. To'g'ri aka. Mollarni mana bir ko'ring mana. Aka, shuni bir oldilarni ham ko'rsatib. Oldilarni ham bir ko'rsating mollarni. Mana birata shoxdor emas. Mana hammasi shoxlar o'ynab turibdi. Hali shox qatib. Bu yosh narsa. Yosh 6 oylik, 7 oylik buzoqlar. 6 oylik, 7 oylik buzoqlar. Mana tuyoqlarni ham ko'ringlar. Bu kavush tuyoqlar o'zgarmaydi, lekin mana shular sizga effekt beradi, xudo xolasa. Endi tuyoq kavushni ham bozorda torta olmaydi. Qaysidan boshlaymiz aka? Bularni Narxini aytishdi. ikkilasini ko'rishsin. Hop, jupiga necha pul aytasiz mana? 3 tasini aytayman, shu uchalasi o'zi bir bo'lgan. Uchalasi bo'lsa, o'ta arzon bo'ladi. O'zi bir kishini moli ekan, 8 ta. 8 ta emas, biz bir kishi bor. Bir kishi bor. Endi haligi qilib aytdik. Hop. Aytavering, 3 tasi Bu uchalasi bo'ladigan bo'lsa 82 dan berishadi. 82 Yo'q dan. gapni gapirmang. Yo'q gapni aytmaymiz. 8,5 dan buni bozorda mana shularni bilayotgan bo'lsangiz o'zimiz bilan 9 million 10 million kelmadi beryapti. Endi bozorimiz avvalo sotish maqsadida sizga aytyapman 82 dan uchalasi bo'ladigan bo'lsa. Narx aytsangiz ham telefon qilsa bo'ldi. Shu menga 300 do'qolasa olsin telefon qilishadi, shoshib telefon qilishadi. Bu narxida aytyapman, do'qolasa bozordan realni arzon. Do'qolasa. Men uchun arzon. Siz uchun arzon. Obunachilar buni ani ali qilishadi. Plus minusini aytib ketsangiz, chunki birinchi dog'i yo ikkinchi dog'i yoqib qolsa. Plus minus mana sizda plus. Plus bor. Qancha? 100 mingmi, 200 mingmi? 82 ga o'zini beraman. Mana bularni 82 ga o'tib beraman. Bo'ldi. Ana sizda plus. Ustiga qo'shib berish emas buni. Zo'rg'a qo'shib bering demayman. Mana bularni o'tib beraman. Bo'ldi aka. Zo'rg'a 82 berishadi. Obunachilar o'z zo'rini tanlab olasiz. Lekin obunachilar magazin narx emas bu. Xudo xolasa. Telefon qilib, yaxshilab tortishib, talashib oladigan joyi. Hop, keyingilari. Keyin mana 5 tasini olsin. Bo'ldi mana 5 tasi. Besh O'ta tasi. arzon aytingchi-mi? O'ylamagan narxni. O'ylamagan narximi? 78 dan berasiz. 78 dan. Ha. Sen tushib berasizmi haligi? Shu beraman 78 dan deyapman. Hammasini olsa 78 dan beraman mana. 8 tasini. Yo'q, men aytayapman. Mana. Bolalar aytadi. Bolalar aytyapman mana 82 dan deyapman. O'zingiz o'ylab ko'ring. 400 ming so'mdan farqi bor. Hammasini olsin. Bo'ldi. 78 dan beraman. Ha, bu Yana telefon qilsin. Bu yechincha bir davraga chiqaringchi shuni. Bir kattadan bir kichkina. Chegin mana. Mana molda. Ko'rishsin.
ko'rishsin. Xudo xolasa bir hali yeri yo'q. Zarracha bir effekt, ya'ni Chorchu hali chorchu chiqayo mollar. Chorchu Bir marta tashaki, bir marta suv ichdi olar shu. bo'ldi buni. Endi ben ko'rsatib qo'yaman yaxshi, ya'ni. Buni osib qo'yibsizlar, deb so'zlar bo'ladi. Avvalo mana bunday o'lchab berdim men. Endi obunachilar bu Xudo xolasa mana baylab qo'yish sababi turmaydi tomonlar. Endi reklama uchun odammiz biz. Mana Xudo xolasa molda haligisi yo'q. musofirda akalar telefon qilsalaring bemalol bu Ne bo'yini yurgizib, yedirib, ichirib ko'rsatib berishadi. ko'rsatsa bu alohidaligi ham beraman. Aka yo'qsa buni ikkinchi partiyasini olib chiqamiz, a? İkinci partiyasini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. O'ta go'zallari. Mana mollar. Xudo xolasa hammasi bir yeb ichishlarlik qilishmaydi. Ha, endi xudo xolasa shu mol. Endi uyingizga yetib borgandan keyin o'zi yaxshi ham ko'rib qolasiz. Og'aningiz foyda o'zi. Oldingiz pilisga yuraverasiz. Mollar bo'ldi stenddan chiqqanda bular pulis yuradigan paytga keldi. Pilisga yuradi. Xudo xolasa ko'kka tushib bersa, kuziga bu yaxshi siyr qilaman degan odamga hali yo'q bo'ladi. To'g'ri aka. Bo'ldi yo'qsa Qovuzaq tursangiz, ikkinchi partiyasini olib chiqamiz. Xo'p. Mana qadrli obunachilar, ikkinchi partiyasi ham tayyor bo'ldi, a? Hamyon bob, hamma bobidan mana. Yoshi ham bor, ko'chati ham bor, kattalardan ham bor. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Kattalardan shu keyingi navbat shu oxir haliga bo'ladi-yu. Bular bo'yini ham o'lchab qo'yamizmi? Bo'ylarini bir o'lchab bemalol haliga qo'yamiz. Mana. Mashinani qo'yaymi? Ha, qo'yavering endi. Qani? 98. 98. Ha, 97. Metr qishib qol. Mana. 95. Ha, 95 bo'lsin. 95 bo'lsin mana. Avval haliginga emas, bu Metr usta bo'lib, ya metrga kubasini chiqarishda emas, 95 ga 95 ekan deydi bu shu. Standart ekan-da. Nega baland turgan endi hali o'qib turgan haliga o'qib turibdi ola. Tortilib turibdi Tortilib ashlar. turganiga. Bo'ldi. Narxida gap. Metrda emas, narxida. Mollardan bir ko'ring, shved xudo xolasa mollarni. Ha. Hammasi xudo xolasa bir oq quloq. Qarang, buni sigir boblarini tavsiya qilib keting mana buni. Sigir boblar oldu. Her tasarruf qilib, xudo xolasa o'zi obunachilar biladi, bu sigir bob mollar. O'z chorva ishqibozlari molni ko'rganda yo'q ajratib oladi. Qani narxini qaysidan boshlaymiz aka? Mana shu oltasini bir kishi bob o'zi. Yaxshi mol. Nech pul aytasiz? Oltasi 72 dan kami bor. Shuni 71 dan qo'yib beramisizmi? Telefon qilsin. Hayrini qilib berasizmi? Hayrini beraman, xudo xolasa. Bo'ldi. Tanlab olishadi 72 dan. 72 dan chiqarib bersam 7 milliondan chiqarib beraman. tanlab olishadi. Tanlab olsin, ikkita tanlayib turib, 3 ta tanlasin. Bitta tanlasinmi beraman. Mana sizlarga haqiqiy chegirmas shayt-a. Buni ham bosh qismlarni ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa mollar bir hali yeri, g'ubor yeri yo'q. Hammasi yedi ishdi. Sinovdan o'tdi. O'ta ko'chat ekan shu. Shved mana endi. Toza, yaxshi mol. Hammasi ham yaxshi. Lekin Moli ham qarang, bu yaxshi desangiz, bu undan o'tib tushadi. Xudo xolasa Hammasi bir-biridan o'tib tushadi. o'tib tushadigan mollar. Oyoqlari hamir. Soppa sog'lom, o'sha mashhur stakan tuyoq. Keyingilarni Mollarni ko'ryapsiz. Xudo xolasa bir ayblaydigan haligisi yo'q. Telefon qo'lasida ish bitadi. telefon qilsa norozi qilmaysiz. Norozi qilmayman. Bo'ldi aka. Og'irli bo'lsa bo'ldi, telefon qilasin. Og'il bo'lsa, Og'irli bo'lsa bo'ldi. Molxona qilib beradi bu mollar bor. o'zi Nima ikkalasi ikki ko'chatlar aytingchi. Xudo xolasa mollarni bir ko'ring. Mana. Moling bormi, buzung bormi deb deydiganlarga bu. Ha. Mana bizdan ko'ring mana. Mana busi ham ko'chat. Ko'chatni
Va yem hashak yuradi-ya bu. Hashak, kepak. Masalan, mana shular uyda terik saman yeb, kepak yeb turibdi. Marab hali biralik qilishgan yo'q, ammo inasi ajradi mana shu. Lekin sifati Oyoq qo'lini ham ko'ring. Alloh. Biz kameraga qarab turibdi. Reklama o'ta chiroyli tushib beradi. Ha endi Qani? chiroyli odam rasmga chiroyli chiqadi deydi-yu, shundayda. Nech pul deysiz endi? Ikkalasiga O'ylamagan narx ayting mana. ikkalasiga 7,5 dan berasiz. 7,5 dan. Juda xayri bor. Sizda xayri bor. Xayrini o'zingiz bilib o'tib O'tib berasiz. beraman, chiroyli qilib o'tib beraman. Telefon qilsa bo'ldi. Endi bu narx o'zgardi deysizlar. Sifatiga ham bog'liq. Endi hozirgi narx-navolardan ko'ryapsiz, hozirgi narx-navolar bozorda ham qolmay qoldi. Qolmadi o'zi. To'g'risi, bozordagi holatda dolasi arzon qilib aytyapti. Bozorda arzon bo'lsa, sizlar ham arzon sotasizlar asli. Asli Bo'ldi. Keyingilarni ko'rsataveramiz. bittasi qoldi mana. Hamma ham bor. Xudo xolasa olaman deganlariga. Bu sort pas yoki bir brahmonlar emas. Bu Ularning mollar g'o'dasiga tushmaganini Ularning g'o'dasiga- dalil qilinyapti. shu. Bu sal kichkinaroqlar uchun. Chiroq, haligi. Mana metr o'lchanganda ham bilinadi o'zi. Bilinadi, mana shunga aytyapti. Endi optim degandek. Bu nechi? 93 ekan, 90 qolsin. 90 pilis qolasizlar. 90 plus. Mana bu uchtasi. Video mana bittasi shunaqa hisobla. 80 mana Hop, 80 6 ekan, 85. 85 ga olasizlar. 90 pilis, 80 pilis. Uchtasi 90 dan ekan. Uchtasi 90 dan, bittasi 85 olsin. Bo'ldi. Bitta 85, qolgan Uchtasi 90 dan. Hop. Endi narxini aytib ketaveramiz aka. Bu narxini xudo xolasa o'ta qulay qilib beraman. Nechi pul? 6,5 dan emas, 64 dan berasiz. 6 million 400 dan. 400 ming so'mdan. 6 million 400 emas, 6 million 300 dan deng. Telefon qilishsin, bitadi xudo xolasa. Bo'ldi aka. 6 million 300 mi? 6 million 300 obunachilarimiz uchun beramiz. Obunachilar telefon qilib o'ta Vodiy qattiq bo'ylab dastlabki tortishasizlar, ha? Toshkent ahlar bo'lsa kelishligan holatda jo'natamiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Buxoromiz, Samarqandgacha. Shunaqa qiling aka. Bir obunachilar ham chiroylab yo'l qo'yib bering. Yo'l qo'yib beraman, Aka norozi qilib qaytarmam. Norozi qilmayman. Sizdan 1000 so'm chiqsa, encha bo'lib qaytib keladi, ha? Xudo xolasa. Pullar o'zi bilan ketadi bu mollar. Ha? Xudo xolasa. Aka, Telefon qilishaversin. chorvangizga Alloh baraka bersin endi. Videoni yakunlaymiz. Gapingiz bo'lsa obunachilarga aytib qo'yaveramiz. Obunachilar adashmasin mol olishda shu. Bo'ldi aka. Xudo xolasa bilaliginaqa yeri yo'q. G'ubori yeri yo'q. Bo'ldi aka. Telefon qilishsa bo'ldi. Telefon nomerni aytib keting endi. Qidirib Telefon yuraman. nomerlar 94lar. 905 905 2588. 25 88. Keyingisichi? Keyingisi 91lar. 91lar 758 758. 44 87. Bo'ldi aka. Ikkalasi ham doim ishlaydi. Avvalo nomer Telegram nomerlari bor. Hali WhatsApp'larimiz yo'q to'g'risi hech kerak. Telegramimiz bor. bo'ldi. 24 soat xalq uchun xizmatdamiz. Bo'ldi aka. 24 soat aloqada. Telefon qilishaveradi. Xudo xolasa hamma ishlaringizni bitirib berishadi. Nomerlarni ekran ostiga yozib qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.